Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib turgan akalar. Xudo xolasa bugun hafta kuniga juma, hammalari juma ayyomilari muborak bo'lsin. 2025-yil 24-oktyabr. Xudo xolasa video qilishdan maqsad bu eshiromlarimizni eski eshiromlar mana ko'rishinglar mumkin. Bu yerda hop ikkita eshik, ikkita romimiz, bu tarafda ikkita eshik, ikkita romimiz bor. Video qilishdan maqsad bularni jemshug kraskaga qilyapmiz. Ish davomida bir video qilib sizlarga ko'rsatish maqsadida video tayyorlayapmiz. Kanalimizda yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan akalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yib, xudo xolasa bir donada layklarni bosib qo'ysalar kanalimiz rivoji uchun. Videolarimiz keyinroq tarqalishiga o'z hissiyatini qo'shgan bo'lasizlar. Mana holatlarini mana ko'rishinglar mumkin mana. Shu holatdan holatga o'tganlar. Mana bularni bir stillarini yog'och eshirom zamasiga qilib, bu eshiromimiz bo'lganiga eng kami bir 5-6 yildan o'tdi. Bundan mana ikkita eshik romga 2 yil bo'lgan. Jemshug kraskalar bering degandi mana. Sekin tayyorlayapmiz eshiromlarimizni. Xo'p. Mana shu holatda tayyor bo'ladi, faqat bu eshiklarimizda lak qoldi. Lakini sepsak, xudo xolasa bitadi. Mana holatlarini ko'rishinglar mumkin. Jemshug kraska. Eshiromlarda misol dog'i, putoqlari, hamma yo'g'ini bu kraskalar yo'q bo'ladida. Shuni hisobiga endi bu eshiklarimiz turib, sal urinib qolgan ekan. Jemshug kraskalar beryapmiz. Holatlarni bemalol ko'rishinglar mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, murojaat qila olasizlar, faqat iloji bo'lsa chiqarib olib kelib bersanglar yana ham yaxshi bo'ladi. Biz uzoqroqqa borib sepishda to'g'risi imkoniyat yo'q. Bu o'zimiz mahallada. Holatlarni bemalol ko'rishinglar mumkin. Kanalimizda yana mehmon bo'lib turgan akalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Videolarimiz keyinroq tarqalishi uchun layklar deb aytmasizlar degan umiddamiz. Bu eshik romlarimizga oq kraska sepilgan, hozir jemshug kraskasini sepamiz. Xudo xolasa bular ham jemshug kraskaga sepilishga tayyor holatda. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani Usta Iqboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 74 01. Telegram, WhatsApp orqali ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammalarga e'tiborlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.